Hayot balansi texnikasi. Hayot balansi texnikasida bizni 8 ta yo'nalishga bo'lib olamiz. Mana bunaqa qilib katta doira chiziladi va doirani mana ko'rib turganingizdek 10 ta shkalaga bo'lib olamiz. 10 ta shkalaga bo'lib olamiz. Men hozir qanaqa bo'yashni aytaman va unga mana bu tepasiga qaysi bizani hayotiy jabhamizga taalluqligini yozib chiqamiz hozir. Demak, birinchisi sog'liq. Sog'liqqa nima kiradi? Ya'ni bizni o'sha har bir sog'lig'imizga bog'liq narsa. Misol uchun siz tishlaringizni remont qilmoqchi edingiz, tishlaringizni plomba qilishingiz kerakdir, ko'rsatishingiz kerakdir, yoki siz qanaqadir gormonlaringizni tekshirtirmoqchi edingiz, normaga keltirmoqchi edingiz, yoki sizga o'zingizni vesingiz, ya'ni o'zingizni vazningiz yoqmaydi, ya'ni siz yo ozg'inroq, yo semizroq bo'lmoqchisiz, yoki sizni aytaylik qanaqadir qaysidir organlaringizda kasalligingiz bor, ana o'shani tuzatmoqchisiz. Shunga o'xshash hamma narsa sog'liq spektrimizga kiradi. Keyingisi bu pul, ya'ni daromad. Ya'ni sizni daromadingiz qanaqa? Sizni qo'yningizni to'ldiradimi, to'ldirmaydimi? Qanaqadir passiv doxodlaringiz bormi? Passiv deganda siz ishlamaysiz, pul o'zi keladi. Bunga misol arendaga uy berib qo'yish bo'lishi mumkin, yoki o'sha o'zingiz mehnat qilib topadigan pulmi, bu qanchalik darajada sizni qoniqtiradi? Yoki turmush o'rtog'ingiz sizga pul beradimi, yoki qayerdandir yana kelib turadigan, misol uchun aliment bo'lishi mumkin, yoki boshqacha daromadlar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash hamma daromadlar sizni shu pul spektriga, daromad spektriga kiradi. Keyingisi karyera, ya'ni amal, mansab. Sizni o'sha ishlayotgan kasbingiz sizga yoqadimi? Sizni egallab turgan lavozimingiz sizga yoqadimi? Yoki boshqa ishga o'tkingiz kelib turibdimi, yoki qilayotgan ishingiz yoqmaydimi, kam pul to'lashadimi, yoki sizga bu ishingizdan mazza qilmaysizmi, yoki aksincha sizga qilayotgan ishingiz yoqadi, juda ham lekin puli yaxshi emas, yoki nabarot puli yaxshi-yu, lekin qilayotgan ishingiz sizni ko'p kuchingizni oladi, qiynalasiz shu ishlarni qilishga. Shu hammasi karyera, amal, mansab spektriga kiradi. Keyingisi rivojlanish. Bu bo'lishi mumkin o'sha siz o'qiyotgan kurslar, ruhiy rivojlanishingiz, yoki o'sha kasbingizdagi har xil kurslarni olib o'qiyotgandirsiz, yoki o'sha sizni bilimlaringizni oshishiga olib keladigan har xil kurslar, o'qishlar, yoki sizga kirib kelayotgan qayerdandir bilimlar, shuni hammasi rivojlanish sohasiga kiradi. Yoki sizni qanaqadir talantingiz ochildimi, misol uchun rasm chizishni boshladingizmi chiroyli qilib, yoki qanaqadir bitta o'rgandingiz, yangi sohani qanaqadir yasadingiz, nimalarnidir tikdingiz, bezadingiz, shunga o'xshash sizni qobiliyatingiz, bu hammasi rivojlanishga kiradi. Keyingisi komfort, qulaylik. Bu nima degani? Bunga nima kiradi? Misol uchun sizga yashab turgan uyingizda qanchalik qulay? Aytaylik, sizga xalaqit beradigan qanaqadir odamlar bor, yoki aksincha siz o'zingiz alohida yashaysiz, sizga misol uchun hech kim xalaqit bermaydi va bu uyingizda o'zingizni komfort his qilasiz. Misol uchun sizni mashinangiz bor, borib kelib yurish joylaringizga sizga oson, yoki uyingizda sizga kimdir qarashadi, uy ishlaringizni qilishiga qarab turadi, yoki aytaylik sizga uyingizda hamma texnikalaringiz bor, ovqat qotganda ham o'sha yordam beradigan, yoki qaytanga yo'q. Misol oddiy pilisos ham insonning hayotini qanchalik darajada qulay qilishi mumkin, to'g'rimi? Shunga o'xshash qulaylik darajangiz qanaqa? Masalan, ishingiz juda uzoq bo'lishi mumkin, ishingizni yaqinroq joyga ko'chirganingizda sizga qulay bo'lishi mumkin. O'sha qulaylik darajasi, hayotingiz qanaqa darajada qulay? Shuni belgilash kerak bo'ladi. Keyingisi dam olish. Dam olish deganda oddiy siz uchun, misol uchun ishdan
3 kun ishlaysiz, 3 kun dam olasiz. Yoki 5 kun ishlaysiz, 2 kun dam olasiz. Bu qanchalik sizga qulay. Yoki sayohatlarga chiqdingiz. Misol uchun viloyatlarga sayohatga chiqib turasiz yoki o'sha bo'lganda 1-2 oyda bir qayergadir tog'ga dam olishga borib kelasiz yoki bormaysiz yoki chet elga chiqasiz yoki umuman chiqmayapsiz. O'sha qanaqa darajada sizni o'zingizni his qilyapsiz dam olishda. Misol uchun balkim siz chet elga chiqmayotgan bo'lishingiz mumkin, hattoki o'sha tog'larga yoqib yoqqa chiqmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin kam vaqt ishlashingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni qattiq charchatmasligingiz mumkin va kichkina xursandchiliklarga, uchrashuvlarga, bu yoqqa gap-paplarga borib turib ham o'zingizga dam berib, o'zingizni yaxshi holatda saqlab turgan bo'lishingiz mumkin. Ana o'sha kayfiyatingiz qaysi darajadaligini belgilash kerak bo'ladi. Keyingisi munosabatlar. Munosabatlar bu nima kiradi? Misol uchun atrofdagi insonlar bilan munosabatingiz qanaqa? Bu qo'shnilar ham bo'lishi mumkin, hamkasblar bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz. Xohlasangiz shuni shu munosabatlarda belgilang. Xohlasangiz keyingi aspekt bu oila aspekti. Xohlasangiz shu oilada belgilang. Chunki oila aynan kichkina eng yaqin sizga bo'lgan insonlar, yoki aynan turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz. Agar siz bir uyda undan boshqa insonlar bilan ham yashaydigan bo'lsangiz, demak o'sha ham sizni oilangiz hisoblanadi. O'zingizni oilangizga mansub, masalan, qaynona, qaynota yoki o'sha yana kimlardir bo'lsa, uka, qaynuka, qaynisingil, endi ular agar haqiqatan o'zini oilasi bo'lmasa, ya'ni erga tekkan, turmushga chiqqan bo'lmasa, u sizni oilangizga kiradi. Agar уже turmushga chiqib erga teggan bo'lsa, kirmaydi. Kichkina 18 ga yetmagan yoshdagilar kiradi oilangizga. Даже hattoki farzandlaringiz ham 18 ga to'lib alohida уже uylanib yashagan bo'lsa, уже o'zini alohida oilasi hisoblanadi. Mana shu 8 ta punkt. Endi buni bu qog'ozga qanaqa kirgizamiz? Bizani shu koleso balansa жизни, ya'ni hayot balans nimasi, g'ildiragi texnikasi. Tak, mana shuni bo'lib chiqamiz. O'zingiz xohlagan joyingizga yozishingiz mumkin. Boyaga aytilgan 8 ta javhasini любой joyga yozishingiz mumkin. Buni farqi yo'q. Va siz qanaqa his qilyapsiz? Misol uchun aytaylik, mana sog'liqni aytaylik 6 qilib belgiladim. Ya'ni 6 gacha men bo'yab qo'ydim. Mana 6 gacha bo'yab qo'ydim. Endi mana shunaqa qilib qanaqa his qilyapsiz? Masalan, sog'liqni o'rtacha his qilyapman, 6 gacha bo'yab qo'ydim. Misol uchun oilani 5 qilishim mumkin, 6 qilishim mumkin yoki moliyani misol uchun 8 qilishim mumkin. O'zimni qanaqa his qilyapman? Menga shu pullar yetyaptimi? Men o'zimni kelayotgan pulimdan ko'nglim to'lyaptimi? Shunga qarab belgilab chiqaman. Misol uchun mansabni 9-10 ham qilishim mumkin, yoqayotgan bo'lsa, rivojlanishi ham bir 8-9 belgilashim mumkin, chunki doimiy ravishda o'qib rivojlanib boraman. Misol uchun qulaylik, komfortni ham aytaylik bir 8 qilishim mumkin, chunki ancha qulayliklarim bor, o'zimga yarasha juda ko'p qulayliklarim hayotimda. Misol uchun dam olishni bir 6 qilishim mumkin. Вроде бы unaqa слишком charchamayman, dam olishga yetarli vaqtim bor. 3 kun ishlayman, 3 kun mana shu boshqa sohaga ajratishim mumkin, lekin o'sha chet elga chiqish yoki qanaqadir uzoqroq joylarga borib kelish hozirgi vaqtda ancha kamayib qolgan. Misol uchun shuni nazarda tutib belgilashim mumkin. O'zingizga mos qilib shuni belgilab chiqasiz. Va mana endi aytaylik, siz sog'liqni misol uchun 7 qildingiz. 7 ta belgiladingiz. Endi 8 bo'lishi uchun siz nima qilishingiz kerak? 8 bo'lishi uchun aytaylik, siz birinchi masalan tishlaringizni to'g'rilab chiqdingiz. Siz hamma tishlaringizni, o'sha tushib qolgan tishlaringizni o'rniga qo'ydirganingizda, hamma tishlaringizni tekshirtirib, plomba qilish kerak bo'lganlarini plomba qilganingizda, tishingizga kerakli o'sha vitamin D ni 3 vitaminini tekshirtirib ichganingizda, kalsiy birorta narsalar ichganingizda va tishlaringiz sog'lom holatga kelganida, siz 8 ni masalan belgilab qo'yasiz. Demak, sizning sog'lig'ingiz 8 bo'lishi uchun masalan tishlaringizni hammasini chiroyli qilib to'g'rilab olishingiz kerak. Mana bunda 8 deysizda, значит yozib qo'yasiz tishlarimni to'g'irlash.
Endi 9 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Misol uchun aytaylik, gormonlarni tekshirish kerak. Men ayollarda aytadigan bo'lsak, misol uchun gormonlaringizni tekshirtirib, uni lecheniya qilib, sog'lom holatga keltirishingiz kerak. Misol uchun 10 bo'lishi uchun, misol uchun vazningizni to'g'irlashingiz kerak. Agar siz o'zingizni vazningiz kam yoki ko'p deb his qilayotgan bo'lsangiz, o'sha o'zingiz xohlagan vaznni yozasiz va shu kiloda bo'lishingiz kerak. Misol uchun men aytib beryapman, tushunarli bo'lishi uchun. Va o'shanda sizda 10 bo'ladi, ya'ni sog'lig'ingiz o'zingizga maksimal 100% yoqadigan bo'ladi. Mana shuni belgilab chiqasiz. Keyin oddiy misol, finansiya, moliya. Unga nima yozsangiz bo'ladi? Aytaylik, siz ham uni bir 7 mi 8 mi qilib belgiladingiz. Endi buni 9 bo'lishi uchun. Balkim siz har doim ishlab pul toparsiz. Borib, kelib, ishga borib kelganingizda sizga pul berishar. Siz xohlaysiz qaysidir bitta qismidan sizga pul tomib tursin, kelib tursin. O'sha narsa masalan qanaqa bo'lsa, sizda 9 bo'ladi. Aytaylik, sizda oyiga aytaylik $200, $300 o'sha passivniy, ya'ni ishga bormasangiz ham pul kelib turadigan bo'lsa, demak, ana o'shanda sizda 9 bo'lgan bo'ladi. 10 bo'lishi uchun masalan sizni daromadingiz hozir masalan $500 yo $1000 bo'ladigan bo'lsa, endi sizni daromadingiz masalan $2000 yoki $5000 ga chiqqanda sizda 10 bo'ladi. Biz unaqangi juda katta period uchun yozmaymiz. Bizni iloji boricha bu balans, koleso balansani 1 yillik qilishga harakat qiling. Chunki siz 1 yillik qilganingizda, keyingi yil yana shu kolesoni qilganingizda siz hayotingizni qanaqa o'zgarayotganini ko'rib borasiz. Xuddiki ya'ni yurakni kardiogramma qilganda keyin o'zgarganini ham ko'rib solishtiradi-ku, xuddi shunaqa solishtirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki men o'zim ham shu koleso balansani уже 3-marta, 3-yil qilishim va masalan mana 1-yil qilgan bo'lsam, boshqacha bo'lgan, keyin u o'zgargan va undan keyin endi yana keyingi yil qilsam yana solishtiraman. Ba'zi bir jabhalari pastga tushgan, ba'zi bir jabhalari ko'tarilgan. Va shundan o'zgarishni ham his qilib olasiz. Qaysi jabhangiz qanaqa o'zgaryapti solishtirsa bo'ladi. Va iloji bo'lsa mana bitta bloknotga qiling, buni yozib boravering. Men boshqa praktikalarni ham aytaman va shunda hammasi bitta joyda turadi. Ko'nglingizga yoqadigan chiroyli bloknotga qiling iloji boricha. Menda mana qora bloknot, qora va unga yozganimda serebryniy chiroyli ruchkada yozaman va menga bu juda ham kayfiyat beradi. Hattoki ochib qarab o'qiganimda ham kayfiyat beradi. Xo'p, mana endi buni yozib chiqdik. Har bitta jabha bo'yicha yozib chiqing. Misol uchun komfortga nima deb yozsa bo'ladi? Misol uchun komfortga men o'sha uyimda aytaylik, uyimda meni ishlarimni qiladigan inson olganimda, yordamchi olsam yoki o'sha kelib turib bir xich bo'lganda o'sha 1 oyda 1-2 oy 2 haftada bir uylarimni yoki tozalab ketsa, qilsa bitta punkt ko'tariladi. Yoki men shahar markaziga uyga ko'chsam, menda yana bitta punkt ko'tariladi. Misol uchun aytyapman-da. Shunaqa qilib yozasiz. Dam olishga misol qaysidir 1 oyda misol bir marta shu yaqinroq tog'larga chiqib dam olish yoki dam olish zonalariga borib dam olish yoki chet elga chiqish bo'lsa, yana bitta punkt ko'tariladi. 1 yilda masalan 1 marta chiqsam, bitta punkt ko'tariladi, 9 bo'ladi. Agar men chet elga 3-4 marta chiqa olsam 1 yilda, demak menda 10 bo'lgan bo'ladi. Demak menda dam olish уже zo'r bo'lgan bo'ladi. Aynan dam olishga, ish bo'yicha demayapman. Mana shu dam olish bo'ladi. Siz hamma o'zidan kelib chiqib yozadi. Kimdir masalan sayohatga jam qiziqmasa, dam olish o'ziga ishdan tashqari bo'sh vaqt ajratish. Bu даже uyda o'tiradigan ayollar ham o'zini o'sha bola chaqasidan bo'shagan paytida o'ziga dam olishga ruxsat bera olishi. Shuni tushuniladi. Keyingisi munosabatlar desak, misol uchun munosabatlarda siz turmush o'rtog'ingiz bilan masalan o'sha bir-biringlar bilan bemalol o'zingizlarni, fikringlarni, his-tuyg'ularingizni aytib gaplasha olganingizda masalan bitta punktga ko'tarilishi mumkin yoki o'sha oiladagi farzandlaringiz bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab olganingizda, uni farzandlaringiz bilan tushunib gaplashishni boshlaganingizda, bir-biringlarni hurmat qilishni boshlaganingizda, ana u joyida ham misol uchun yana bitta punktga ko'tarilishi mumkin.
Misol uchun, qarindoshlar, masalan, oila jabhasida siz qaysidir qarindoshlaringiz bilan munosabatingiz yaxshi emas bo'lishi mumkin. Ana o'shani yaxshilaganingizda o'zingizga bitta punktga belgilab qo'yishingiz mumkin. Va shuni yozib chiqasiz. Razvitiya, demak, qaysidir rivojlanishga, qaysidir masalan kursni sotib olmoqchisiz, nimadir kasb egallagingiz kelganida, lekin shunga anchadan beri hafsala qilmayotgandingiz. Demak, o'sha punktni yozib qo'ysangiz, misol, palonchini kursini sotib olganimda bitta punkt deb belgilab qo'yishingiz mumkin 9 da. Yoki o'sha 10, ya'ni qaysidir yana duxovniymi, masalan, qaysidir tilni o'rganganingizda yoki misol uchun arab tili bo'lishi mumkin, uni o'rganganingizda sizda yana bitta punktingiz bajarilgan bo'ladi. Shunaqa qilib yozib chiqing. Qachon sizda bu 8 bo'ladi, qachon 9 bo'ladi, qachon 10 bo'ladi. Va sizda endi mana shunaqa tablitsa paydo bo'ladi. Va bilingki, shu tablitsa demak sizga xuddi bir kompasdagi qaysi yo'nalishga qarab yurishingiz kerakligini ko'rsatib beradigan shpargalka bo'ldi. Mana shu hayot g'ildiragi balansi texnikasi.